2023-yilda mana shu bog' chiqindixona bo'lgan. Aholi elektr milliy tarmoqlar tashkilotidan ruxsat olgan holda bu yerga daraxt ekkan. 2026-yilgacha daraxtlar sug'orilib, bu joy obodonlashtirilgan. 2026-yilga kelib bu hudud katta bog'ga aylanganda esa qayerdandir tadbirkor kelib, bu hudud unga tegishli ekanligini aytmoqda. Aholi birlashgan holda hududni chiqindilardan tozalab, 1758 ta manzarali hamda mevali daraxtlarni ekishadi. Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasi tomonidan pasportlashtiriladi, ularga QR kod beriladi hamda yashil makon platformasiga kiritiladi. Ushbu holatdan xabar topgandan keyin mas'uliyat cheklangan jamiyati ko'chatlarni ekkan aholining ustidan Nurafshon tumanlararo ma'muriy sudiga murojaat qiladi. Ma'muriy sudi ushbu hududdagi daraxtlarni boshqa hududga ko'chirish hamda yashil makon platformasiga kiritilgan barcha daraxtlarni noqonuniy deb topish yuzasidan sud qarori chiqaradi. Sud endi ko'chirsin degan qaror chiqarib bergan, lekin hokim buni bittasini ham ko'chirilmaydi deb bizga va'da berib ketdilar. Nima uchun bu va'dani ustidan chiqilmaydi? Bu daraxtni hozir ko'chirganda qayerga olib borib ekadi? Qayerda u ko'karadi, hammasi uvol bo'lib o'ladi. Nimaga o'sha daraxtlar ekilayotgan paytida kelib to'polon qilmaydi? Nimaga o'sha paytda tozalayotgan paytida "O't to'xtalaring, bu sizlarning yeringlar emas" demadi? Aholi 2026-yilning boshidan beri bu masala yuzasidan kurashib kelmoqda va shu muddat ichida mana shuncha xat hujjat tegishli tashkilotlarga topshirilgan.